Ben taxtpazlik degan so'zni ishlatdim. Taxtpazlik degan so'z amaliyotda men yumshatdim so'zni. Asli akademik fraud degan akademik qo'ymichilik degan. Bu men topgan gap emas. Mana ko'ryapgan ekraninglar, men bu yer bir qiziqchilik olsun deb ma'lumotni aldım. Amerikaning Virginia universitetining to'rbiti. Uyg'urlar Virginiyada jiq yashaydi, shuning uchun maktabni oldida o'tganda men esaga keladi. Virginia Üniversiteti'nin torbeti deydi ki, akademik fraud yani akademik qo'ymichilik degan nima degan, birinchisi plagiarism degan ko'chamikeşlik. Onun keyin bedpatmag'ash ayrim kesib qo'shdim. Aslida bor bo'lmasa, false citation yani yolg'on manbani yolg'on ilish. Aslıkisi false data yani yolg'on uchur berish. Manbalarni o'zgartirish yoki bo'lmasa yolg'on uchur berish g'arb akademiyasi ya dunyo akademisida Xitoydagi dapshaq davlatlardan boshqa akademiyalarda akademik qo'ymichilik deb ataladi. Va bu qitim bo'lgan ish agarda inglizcha yozilgan bo'lsa bu maqola va men inglizcha yozib tutib olgan bo'lsam va buni yozgan qarindishimiz bir universitetda o'qiyotgan yo dars o'tayotgan birisi bo'lgan bo'lsa hozirgacha maktabdan qo'yiladi. G'arb o'lchimida. yoki bo'lmasa ig'ir bir ogohlantirish oladi yo maktabdan qovlanadi. U bundan keyingi hayotida yozgan maqolasini hech kim o'qimaydi. Buni g'arbda universitetda o'qigan qarindoshlar, akalar, ustozlar, ini-singillar yaxshi biladi menimda. Shuning uchun men ishlatgan siz saxtpaz degan gap asli akademik qo'ymichilik degan gap. Bu men topgan gap emas. Masalan, siz diniy ilmlardan so'zlab bu narsa farzmi, sünnetmi desiniz yoki joizmi desiniz, o sözlerini siz tapkan sözler emas. Şu ilim sahasının sözleri shunday ku. Xo'sh. Bu akademik fraud, Xitoycha dapshaqlik degan men ijod qilgan so'zlar emas. Bu shu sahadagi so'zlar. Buni akademiyada shunday ishlatadi. Masalan, bir amerikalik bir professor ashunda tutilib qolsa, uning ertasi ko'z peshonasiga yeydigan tamg'a ana sizlar ko'rgan tamg'a, sha'ni ustidagi akademik qo'ymichi deydi.